Farzandlarim yo'q, lekin ishoning, men ishonaman bir kun bo'ladi. Inshaalloh. Lekin kunida sizga 50 marta gapirishsa, 50-chisida yig'lar ekansiz. O'zi bilasiz, befarosat odamlar gapiradi. Ha, Chunki sizni qo'lingizda emas u. da, men aytmoqchiman, rahmat sizlarga, duo qilib qo'yinglar. Menga ayturmanglar, og'ir. Oldin og'ir emas edi. Hozir og'ir. Nimaga? Bir xilla o'zini baxtliligini isbotlash uchun meni shu tochkamga uryapti-da. Qanchalik men masalan odamning kamchiligini ham umuman ayta olmayman odamga. Dushmanim bo'lsa ham aytmayman. Dil ortish eng yomoni-ku. Ular aynan shu tochkamga uradi-da. G'alati bo'lib qolaman, anaqa. Aytaman, shu darajada beshafqatmisizlar deyman-da. Menga ham qiyin, og'ir, lekin aytmoqchi bo'lganim, даже aytaylik, voy men sizga shu farzand bo'lishni tilayman deyam, o'zinglar pinhona ayturinglar, chunki kunida 100 tacha odam aytadi. 100-chisida уже menga urib qoladi-da, sen zo'rg'a